Norvegiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur Yar fondi Urumchi shahridagi Tangritog' rayonlik davlat amonlik saqchilarining 22-iyul kuni muhojirlar mehmonxonasi qorosida o'ltirishliq Rohila Jaloliddin ismli ayolni tutqun qilganligini xabar qilgan edi. Xabarda Rohila Jaloliddinning 15 yillik kesilib ketgan o'g'li Zuliyar Yasin ustidagi sud hukmiga norozi bo'lganligi uchun tutilganligi eskartilgan edi. Erkin Osiyo radiosining Urumchidagi aloqador saqchi organlarga qarata olib borgan telefon ziyoratlari davomida Rohila Jaloliddinning tutqunda ekanligi dalillangan. Ma'lum bo'lishicha, Rohila Jaloliddin 2 oyning oldida 15 yillik kesilib ketgan Fujian O'rmonchilik universitetining o'quvchisi Zuliyar Yasinning onasi ekan. Xitoy Kommunist hokimiyati atalmış Şinjan'da İslam dinini xitoylashtirish yo'nalishida ching turish temasida ilmiy muhokama yig'ini ochgan bo'lib, yig'inda islom diniga qarshi ijro qilayotgan terror siyosatini davomli kuchaytirganligini ta'kidlagan. Xitoy xabarlar to'rining xabar qilishicha, mazkur yig'inda Xitoy Markaziy Sotsializm instituti partiya guruhining sekretari, Markaziy Sotsializm institutining birinchi muavin raisi Jilin va atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik partikom doimiy komitetining a'zosi, Birlik saf bo'limining boshlig'i Qo'rchoq amaldor Izzat Ahmadjon so'z qilgan. Indoneziya prezidenti Joko Widodo'ning Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin Xitoy shirkatlarining Indoneziyaga kam deganda 13 milliard dollar mablag' solish va'dasiga erishganligi xabar qilindi. Beijingning qaysi sohaga mablag' soladiganligi texnik aniq bo'lmasa-mu, ammo Xitoyning aynan ishlab chiqarish korxonasi Shineyning Indoneziya bilan 11 milliard 500 million dollar mablag' solish to'g'risida tushunish eslatmasi imzolaganligi e'lon qilindi. Fransiya adliya tarmoqlari o'z davlatida ishlab chiqarilgan ilg'or o'zak texnikasini Xitoy va Rossiyaga atkaz qilish jinoyati ustidan tekshirish olib berayotgan bo'lib, ularning harbiy sohada ishlatilish ehtimolligi bo'lgan ahvolda jazo va eksport cheklamasiga uchraydi ekan. Fransiya adliya organining ismini oshkorlashni xohlamagan bir amaldorning bildirishicha, martdan boshlab 2 fransiyalik va 2 Xitoy bo'lib jami 4 kishi tekshirilayotgan bo'lib, ular Amerikaning OMEC shirkatidan yuqori texnikalik yarim o'tkazgich o'zak ishlab chiqarish texnikasini yo'tkash bilan ayblangan. Koreya Tashqi ishlar ministri Park Jin Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan bilan o'tkazgan birlashma muxbirlarning kutib olish yig'inida turkcha so'z qildi. Park Jin mundaq dedi: Turkiya 20 mingga yaqin yosh askarni Koreyaning erkinligi va tinchlik uchun urushga avatish orqali Koreya bilan mo'rni-mo'riga taraf ko'rash qildi. Koreya xalqi Turkiyaning zo'r qurbonlik va fidokorligini unutib qolmadi. Hakan Fidan bo'lsa so'zida xalqaro sistemada yangi jo'grafiyalik siyosat va jo'grafiyalik tamponlikning borliqqa kelganligini ta'kidlab, Osiyoning bu harakatning yadrosi ekanligini aytdi. Saudiya Arabiston Turkiyani o'z ichiga olgan 12 davlatda xizmat, ziyorat va o'ltiraqlashish vizasining hamda A4 qog'ozida QR kodi bilan tarqatilganligini e'lon qildi. Bayonotda Turkiya, Pokiston, Yaman, Sudan, Uganda, Livan, Nepal, Keniya, Marokesh, Tailand, Vyetnam va Sri Lankadagi elchilar va konsulxonalarda elektronlik viza iltimosining boshlanganligi bildirildi.